turibsiz, shu narsaga ishonmayapsiz. Lekin siz shu Qashqadaryoda ko'rsatdingiz, sizni plastika qilish kerak, bachadon bo'lmay ochiq shuning uchun homila bo'lmayapti degan narsani qo'yib oldingiz. Hozir yana shuni menga aytasiz, sizga men ko'zingiz bilan hozir ko'rsatib beraman. O'tda ochiqlik yo'q. Hozir nimaga ozgina ochiqligini tushuntiraman. Ochiqligini plastika qilib yoki pisari qo'yadigan narsa yo'qda, aytdi. No, siz baribir o'shalarni diagnozni hozir aytasiz shunaqa deganda vaqtingizda qoldi, lekin ularga ishonmasdan menga keldingiz. Bachadon bo'yni servikalniy kanal. Biz tug'gan ayol bilan tug'magan ayolni qatdan ajratamiz? Bachadon bo'ynidan ajratamiz. Tug'ruq bo'lsa 1 sentimetrgacha ochiq bo'lishi mumkin. Yana bu qaysi payt ochiladi? Ovulyatsiya kunlari ochiladi yoki menstruatsiya paytida ochiladi. Ovulyatsiya paytida o'sha sliz chiqib ketadi. Ovulyatsiya bo'lganidan keyin menstruatsiya qoni chiqish uchun ham ochiladi. 1 sentimetrgacha tabiiy tug'ruq bo'ldimi sizda bachadon bo'yni ochiq bo'lishi mumkin. Buni sizni homila bo'lmasligiga mutlaqo aloqasi yo'q, boshqa sabab bor edi. Endi yana bitta holatni misol uchun men sizga tushuntirib olaman. Bola tashlash degan narsa borda, masalan, kimdir homilador bo'ladi, 20-30 haftadan keyin suv ketib qoladi, tug'ruq bo'ladi. Ana o'shalar kelganda bachadon bo'yni 2 sentimetrgacha ayrim holatda ochiq bo'ladi. O'shani hisobiga bola ushamaydi. Pisari qo'yibdi deydi-ku, sheykaga narsa qo'yibdi, erta tug'ib qo'ymasligi uchun degan narsa bor. Xo'p, ular qanaqa homilador bo'lganda bo'ldingiz? Bachadon bo'yni yetishmovchiligi degan narsani o'shalarga aytamiz. Hech qanaqa plastika kerak emas. U o'zi 4 sentimetr bo'lsa, uzunligi ham normada, anatomik tuzilishi normada, faqat tug'ruq bo'lgani uchun nisbatan ochiq turadi. Mana yangi turmushga chiqdi yoki tug'ruq bo'lmagan ayolda yoki keserva yo'li bilan tuqqan ayolda sheyka yopib turadi-ku. Sizlarda u tabiiy tug'ruq bo'lgani uchun 1 sentimetrgacha ochiq bo'lishi normada. U yerda operatsiya unaqa narsa yo'q. Agar sheyka yetishmovchiligi hisobiga homiladorlik kuzatilmasa, pisari qo'ydirayotgan ayollar homiladorlikda qanaqa homila bo'ladi? Yo'q bu narsa. Bu yerda muammo boshqa narsa, hech qanaqa plastika